Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Alman Building'ni muxlislari, bizda obunachilarimiz va bizning kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz. Eng birinchi navbatda bu videoni tarqalishi uchun, xalq ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi uchun sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni va kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan studiyada G'anichar Sagdullayev, Alman Vizum kompaniyasini vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi. Bugungi mavzuyimiz sizni har doim qiziqtirib kelgan mavzu. Sizlar eng ko'p beradigan savollaringizga javob mavzu. Bu Germaniyadagi oyliklar va qaysi ishlarga hozirgi kunda kelish mumkin va qaysi ishlarga kelishni tavsiya qilamiz. Qaysi ishlarda oylik yaxshi, qaysi sohalarga nisbatan kelish oson, qaysi sohalarda til talablari anchagina pastligini sizlarga hozir aytib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Поделиться knopkasini bosib, shuni jo'natib qo'ysangiz, Germaniyaga kelaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, qarindosh urug'ingiz bo'lsa, do'st yoringiz bo'lsa, bu videoni albatta u insonga yordami tegadi. Bu mavzuni yoritishni nimadan boshlaymiz? Albatta 2026-yil 1-yanvardan Germaniyada eng kam oylik ish haqi oshdi. Endi u soatiga 13 yevro 90 sentni tashkil qilmoqda. O'zbek so'miga hisoblaganimizda salkam 200 ming so'm bo'lyapti. Soatiga Germaniyada shuncha pul topsangiz bo'ladi. Bu albatta soliqlardan oldingi holati, soliqlardan keyingi holati. Agarda sizda oyligingiz eng kam ish haqiga belgilangan oylik bo'lsa, sizga aslida soatiga где-то 12 yevrodan, 11 yevrodan pul kelib tushadi. Kuniga 8-10 soat ishlasangiz, kuniga 100 yevrodan pul topasiz degani. Qo'pol qilib aytganda shunaqa. Endi sohalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2026-yil 15-fevral, ya'ni bugungi sana bo'yicha eng katta oyliklarni, eng ko'p oylikni hali ham Germaniyada dasturchilar olishmoqda. Ularda ham oyliklari ish tajribasiga qarab, eng tajribasizlarda o'rtacha oyligi hozirgi kunda 4000 yevro bruttodan boshlanmoqda. O'rtacha tajribaga ega bo'lganlardagi 5000-6000, senior dasturchilarda oyliklari 7000 yevrodan boshlanmoqda. Endi bular ko'pchilikka uncha qiziq emas, chunki O'zbekistonda dasturchilar soni ancha kam. Dasturchilarning ko'pchiligi Germaniyaga kelishda orzu ham qilib o'tirishmaydi, chunki ular O'zbekistonda yaxshi pul topyapmiz deb hisoblashadi o'zlarini. Endi bularga hammani omadini o'zi bersin. Ikkinchi o'rinda kimlar turibdi? Ikkinchi o'rinda hozirgi ham bizda doktorlar va meditsina xodimlari turibdi. Endi doktorlarning o'rtacha oyligi hozirgi kunda 5000 yevrodan boshlansa, hamshiralar eng ko'p keladigan sohalar bu hamshiralar. Haligacha ham agarda siz diplomingiz Germaniyada Anerkennungdan o'tgan bo'lsa, siz hamshira sifatida, mutaxassis sifatida Germaniyada tan olingan bo'lsangiz, oyligingiz 3500 yevrodan baland, 3500 mingdan 4000 ming yevrogacha. Endi qaysi joyda ishlashingizga qarab eng ko'p oylikni hali ham reanimatsiya hamshiralari va ruhiy kasallar shifoxonalarida ishlaydigan hamshiralar olib kelishmoqda. Keyingi o'rindagi hamshiralarimiz oddiy hamshiralar, bularning oyliklari где-то 3500-4000 yevroni atrofida. Bulardan sal pastroq oylik qariyalarga qaruvchi hamshiralar uchun. Bular uchun ham yomon emas, oyligi 3000 yevrodan boshlanyapti. Bularda ham eng kamida 3000 yevro oylik olyapti. Endi masalan, naloglarga, ijtimoiy soliqlarga chiqib ketadigan bo'lsa, qo'liga 2100-2200 yevro pul tegadi degani. Ko'p holatlarda Altenheimda ishlaydigan qariyalarga parvarishida ishlaydigan hamshiralar albatta yotoq joy bilan ta'minlanadi. Shifoxonada ishlaydigan hamshiralar, Krankenschwester, Krankenpflegerlar asosan yotoq joy bilan ta'minlanmaydi. 215-130 bo'lib, ularning oyligi ham teng kelib qoladi baribir. Meditsina xodimlarining oyligi Germaniyada baland, bu sohaga hali ham talab juda kuchli. Chunki yaqinda Germaniya mehnat vaziriga bitta savol berishdida, Germaniyada 3 millionta ishsiz bor. Nimaga biz yana chet davlatdan ishchi olib kelyapmiz degan savoliga juda chiroyli javob berdi. Kieldagi slesar Dortmunddagi hamshiraning o'rniga ishga chiqa olmaydi degan javobni berdi. Germaniyaga bu gap bilan nima demoqchi? Germaniyaga mutaxassislar kerak. Agarda siz mutaxassis bo'lsangiz, ayniqsa kerakli sohalarda, defitsit sohalarida mutaxassis bo'lsangiz, sizni Germaniyaga kelishingiz juda oson. Buni biz hujjat tayyorlayotgan paytimizda ham juda ko'p kuzatib o'tamiz. Hamshiralarning hujjatlari nisbatan boshqa sohalarga nisbatan tez bo'lyapti. Tez vizasini olib kelishmoqda. Keyin yana ikkinchi bular bilan teng qatorli yoki tez bo'lib qolgan sohalardan bittasi LKV haydovchilari. Bularga hozir ozgina keyinroq to'xtalib o'tamiz. LKV haydovchilariga keyingi soha, oylikni balandligi bo'yicha keyingi soha o'qituvchilar, pedagog xodimlar,
sotsial pedagoglar va yosh bolalar pedagoglari. O'zi pedagog so'zini ma'nosi bolani yetaklab yuruvchi. Bu so'zni tagida juda katta ma'no bor. Pedagog, o'qituvchi, murabbiylarni har doim qadrlash kerak. Germaniya pedagog, murabbiylarni har doim qadrlab kelgan davlatlardan bittasi. O'zi agar bunday qaraydigan bo'lsak, barcha rivojlangan davlatlarda o'qituvchilarni oyligi yo 2-chi yo 3-chi yo 4-chi o'rinda turadi. Top 5dalikka har doim kirib kelgan. Germaniya ham bundan mustasno emas. Germaniyada o'qituvchilarning oyliklari 4000 yevrodan boshlanadi bruttoda. Bularning pensiyalari ham juda ko'p. Nafaqaga chiqqan, pensiyaga chiqqan o'qituvchilar bilan gaplashganman. Germaniyada bularning pensiyalari ham 2500-3000 yevro. O'qituvchini ishdan bo'shatish uchun Germaniyada, bizning O'zbekistonimizda petsovet deydi, o'shanga o'xshagan organ bor Germaniyada. Bu xalq deputatlari kengashiga ham o'xshab ketadi, ham petsovetga ham o'xshab ketadi. Bu shaharda, har bitta shaharda, tumanda, hokimiyatida joylashgan deputatlar. O'qituvchini ishdan bo'shatish uchun o'sha deputatlarning 3dan 2 qismi ovoz berish kerak. Germaniyada o'qituvchini o'zidan o'zi hech kim ishdan bo'shatib yora olmaydi. Borsan ko'chani shupur yoki open budjetga ovoz yig'ib kelgan deb jo'natib yora olmaydi. Germaniyada o'qituvchini qadri shu darajada balandki, o'qituvchini ishdan hatto maktab direktori ham olib tashlolmaydi. Bunga nima deysizlar? O'qituvchilar alohida video qilishimizga arziydigan tema Germaniyada. O'qituvchilarning oyligi har doim baland. O'qituvchilar lekin o'qituvchi bo'lish uchun to'g'ri Germaniyada ancha o'qiysiz. Bilimingiz haqiqatan kuchli bo'lish kerak, shu ishni sevishingiz kerak. Endi sotsial pedagoglar kimlar? Bular muomalaga qisman layoqatsiz yoki muomalaga layoqatsiz bolalar bilan ishlaydigan pedagoglar. Ularga qarovchilar, ular bilan dars qildiradiganlar, ular sotsial pedagog deydi. Germaniyada alohida o'qituvchilarda turi bor sotsial pedagoglar. Bular shu bolalarga qaraydi, bolalarni ovqatlantiradi, birga o'ynaydi. Keyin Germaniyada bog'chalarda ham ishlaydigan o'qituvchilarni, bog'chada ishlaydigan tarbiyachilarni ham oyligi ular ham pedagoglarga kiradi. Pedagoglar turiga ular ham davlat nazorati ostidagi ishchilar hisoblanadi. Bularni ham oyliklari Germaniyada 2500, 3000, 3500, 4000 yevro. Bularning oyliklari ham Germaniyada ancha baland hisoblanadi. Oylik bo'yicha keyingi o'rinda turgan soha bu injenerlar. Bizda O'zbekistonda injenerlarning soni juda ham ko'p, lekin ular Germaniyaga kelishi ancha oson, lekin degan joyi bor. Sababi O'zbekistondagi injenerlarimiz yetarli bilimga ega emas. Bunaqa injenerlarning soni sanoqli. Injener konstruktorlar, qurilish injenerlari, injener texnologlar bor. Bu sohani bitirgan bolalar bor, lekin Germaniyaga kelish uchun yetarli bilimga ega emas. Men ko'p savol beraman-da, men injener diplomi bor bolalarga juda ko'p savol beraman. Eplab keta olasizmi ishda? Ishda eplab keta olsangiz, injener qilib olib kelishimiz mumkin. Yo'q deyishadi. 99% holatlarda yo'q. Shu masalan bu sohalar ham Germaniyada yetishmovchi hisoblanadi. Agarda siz yaxshi injener bo'lsangiz yoki qariyalarni qarashga kelmoqchi bo'lsangiz, hamshira bo'lib ishga kelmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniyamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda ish o'rinlarimiz bor. Endi keyingi sohamiz, albatta siz kutgan soha LKV haydovchisi. Hozir nemis tilini bilsangiz, hozir ham ish o'rinlarimiz bor. Faqat rus tili bilan ish o'rinlarimizda, to'g'ri, u ish o'rinlarimiz juda kam. Ular masalan ancha to'lib qolgan. Sentyabrlardan kelishga rozi bo'lsangiz, rus tili bilan ham LKV ga, fura haydovchilikka kelish mumkin. Ularning oyligi hozirgi kunda 3000 yevrodan 6000 yevrogacha. Bu bruttodagi oyliklar. Agarda nettosida kartaga tushadiganini hisoblasak, eng kamida 2400 yevrodan boshlanadi. Bu soha ham Germaniyada yetishmaydigan defitsit kasblardan biriga aylanib qoldi. Hozirgi kunda oxirgi paytda ancha yetishmayapti. Shuning uchun bemalol bu sohaga ishga kelishingiz mumkin. Bizga murojaat qilinglar. Har doim vakansiyalarimiz bor. Nemis tilini bilish darajangiz A2 bo'lsa bo'ldi, yetadi. Altenpflegerga B1, fura haydovchisiga A2. A2 bilan ham Germaniyaga biz ishga olib kelyapmiz. Yaxshi joylarda ishlanyapti. 90% holatlarda uy-joy bilan ta'minlanadi, sug'urta bilan ta'minlanadi. Germaniyaga kelish oson, vizasi 3 oyda chiqyapti. 3 oyda viza chiqyapti. Bizga murojaat qilgan kunidan boshlab vizasi chiqqunicha 3 oy vaqt o'tyapti. Agarda kimki shu sohaga ishga kelmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilishi mumkin. Keyingi sohamiz qurilish sohasi. Qurilish sohasidagi oyliklar ham qo'lingizga 2000 yevro tegadi. Yaxshi ishlasangiz, qo'lingizga 2000 yevro pul tegadi har oyda. Endi bunda masalan ko'p holatlarda ham uy-joy bilan ta'minlanasiz. Ta'minlanmagan taqdirda ham 1700 yevro
300 € masalan uy joyiga olsa ham 1700 € qo'lingizga tegadi. Bu soha ham yomon emas. Agarda usta bo'lsangiz, bu sohada ham vakansiyalarimiz bor. Agarda siz haqiqiy usta bo'lsangiz, o'zingizga ishongan usta bo'lsangiz, bemalol bu soha orqali ham biz bilan bog'laning. Talablari nemis tili A1, A2, rus tilini bilish shart. Nimaga rus tilini bilish shart? Chunki kollektiv ko'pchiligi rus tilida gaplashadigan kollektivlar. Germaniyada juda ham ko'p ukrainlar yashab kelmoqda. Shuning uchun kollektivlarda, qurilish sohasida rus tilini bilish shart bo'lib qoldi. Nemis tilini ham bilish kerak, rus tilini ham bilish kerak. Ausbildinglar haqida yaqinda videomiz chiqadi. O'shandan keyin ausbildinglarimiz ham ancha hozir yangi joylarimiz tayyor bo'lish arafasida kutib turibmiz. Biz ham kutyapmiz. Bizga kim hujjat topshirgan bo'lsa xavotir olmanglar. Hujjatlaringiz turibdi, ish beruvchiga jo'natilyapti. Endi masalan bitta narsasi borda, bizga u sentyabrda hujjatini ermay qilib jo'natib qo'yib, o'zi yo'qolib ketganlar. Endi uzr, bizga ham eslatib turish kerak. Men sizga hujjat topshirgandim aka deb eslatib turish kerak. Siz masalan menga sentyabrda hujjat topshirib yo'q bo'lib ketgan bo'lsangiz, men qanday qilib sizga kerak emas bo'lgan joyda menga kerak? Bizda masalan kuniga uzr endi 40 ta 50 ta odam bizga murojaat qiladi. Shu sababdan uzr so'raymiz va bizga yana qaytadan bir murojaat qilib yuborishlaringizni so'rab qolamiz. Hozircha bundan keyingi yana ham oylik pastroq sohalar endi xizmat ko'rsatishdagi sohalar, qishloq xo'jaligidagilar. Qishloq xo'jaligida hozir oylik 1700-1500 €. Eng past oyliklardan bittasi, sababi qishloq xo'jaligida ish hozirgi kunda juda kam, talabgor juda ko'p. Chunki bizda O'zbekistonda boshqa joylardan agrarniyni bitirganlar juda ko'p ekan. Ko'pchilik qishloq xo'jaligiga kelyapti. Ish bularda ham masalan mehnat bozori rezinovoy emas, qo'pol qilib aytganda cho'zilib hammani ichiga ola olmaydi. Kimni masalan ichiga olgan bo'lsa, ichiga olyapti. Qishloq xo'jaligida asosan ishlash sharoitlari ancha og'ir. Ish qiyin, oyligi kam, ko'pchilik chida olmasdan O'zbekistonga qaytib kelayotgan holatlari ham bor. Endi agar masalan qiyinchiligiga chidayman deganlar qishloq xo'jaligiga ham kelishi mumkin. Germaniyaga men kelmoqchi bo'lganlarga, agarda kelishga arziydimi deganlarga hali ham arziydi. Kimlar uchun arziydi? O'zi rivojlanmoqchi bo'lganlar, birdan pul topib boyib ketaman deganlar uchun Germaniya emas. Bu har bitta videomda takrorlab o'taman. Siz o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bola chaqangizni masalan yaxshi universitetlarda o'qishini xohlasangiz, yaxshi maktablarda o'qishini xohlasangiz, yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, yaxshi sharoitlarda Germaniyaga kelishingizni tavsiya qilamiz. Boshqa niyatda bo'lganlarga, kelib birdaniga boyib ketaman deganlarga, faqat pul topishni o'ylaydigan insonlarga Germaniyaga kelishni umuman maslahat bermaymiz. Siz uchun boshqa davlatlar bor, Koreya, Rossiya, Amerika. Germaniyada qonun juda kuchli, soliqlari baland. Germaniya faqat uzoq muddatli migratsiya uchun. 1 yil, 2 yilga kelib ketadigan davlat emas. Germaniyaga masalan 1 yil kelib ketib, yana undan keyin 1 yil O'zbekistonda yana 1 yil kelib ketadigan davlat emas. Germaniya stabillikni yaxshi ko'radi, doimiylikni yaxshi ko'radi. Bizda til kurslarimizda onlayn o'qishlaringiz mumkin, bizga hujjat topshirishingiz mumkin. Juda ko'p insonni oyiga ish bilan ta'minlab kelmoqda biz. Hali bizdan norozi bo'lgan inson bo'lgani yo'q. Biz bilan ishlaganlar hammasi rozi. Endi ichida bitta ikkitasi masalan norozi bo'lgan bo'lsa ham, bular bizning aybimiz bilan emas, o'zini aybi bilan kimdir masalan aytaman-ku, hujjat topshirib qo'yadi, bo'ldi, yo'q bo'lib ketadi. Biz u odamni oqtarib yuramiz. Keyin 1 oy, 2 oydan keyin paydo bo'ladi-da, nima bo'ldi mana ishim deydi. Ha aka, siz hujjat topshirganingizdan keyin har bir hafta, 2 haftada bir xabar olib turmasangiz, biz nima deb o'ylashimiz kerak? Siz yo'q bo'lib ketdingiz, biz ham masalan sizda o'chirib yubordikda, o'rningizga boshqa odam keldi. Hamma kompaniya shunaqa ishlaydi. Barchangizga omad, Germaniyaga kelish barchangizga nasib qilsin. Sizlar bilan Alma Vizum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishir Sagdullayev bo'ldi. Ishlaringizga omad.